O'zbekistonimizga mana shu tuproqda yashaydigan odamlarga qattiq zarar bergani nima deb mendan so'rang. Iqtisodiy nuqtai nazardan agar baho beradigan bo'lsak, bizlarni qul qilib, qoloq qilib qo'ygan, ya'ni 80-85% iste'mol qiladigan mollarni chetdan olib keladigan edik. Devorga qo'yadigan bitta mixni etalik o'zimiz ishlab chiqarmasdik. Yana bir o'rdim, devorga qo'yadigan bitta mixni O'zbekistonda ishlab chiqarmasdik. Sovet davrini eng bizaga O'zbekistonimizga mana shu tuproqda yashaydigan odamlarga qattiq zarar bergani nima deb mendan so'rang. Iqtisodiy nuqtai nazardan agar baho beradigan bo'lsak, bizlarni qul qilib, qoloq qilib qo'ygan, ya'ni 80-85% iste'mol qiladigan mollarni chetdan olib keladigan edik. Devorga qo'yadigan bitta mixni etalik o'zimiz ishlab chiqarmasdik. Yana bir o'rdim, devorga qo'yadigan bitta mixni O'zbekistonda ishlab chiqarmasdik.